Bizani mentalitetda bitta juda ham mashhur gap bor. Nima qilamiz o'qitib qiz bolani? Hurmatli ota-onalar va qizlar, bitta narsani tushunishga harakat qilinglar. Sizlar ertaga bilmaysizlar, eringlar kim bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Yashab ko'rmagansizlar. O'zini chiroyli ko'rsatadi, ota-onasi chiroyli ko'rsatadi. Keyin ertaga pomidorlarni sanashni boshlaydi. Yo'q, bu gap kulgili emas. Ertaga qizinglarni qiynayotganda qizinglar уже hech qayerga chiqib keta olmaydi. Sizlarni oldinglarga keladigan bo'lsa, oyi, ada, uryapti, so'kyapti deydigan bo'lsa, sizlar aytasizlar. Oilada chidaysan. Chidash kerak. Faqat yetarli darajada chidash kerak. Ertaga hunari bo'lmasa, diplomi bo'lmasa, hech qayerda ishlay olmaydi, bir so'mni bir so'mga qo'ya olmaydi. Qiynalib yuraveradi. Shu uchun qizlarga rekomendatsiya обязательно o'qinglar va nimadir yangi narsa, yangi hunar o'rganishga harakat qilinglar. O'shanda eringlar ham o'ylab sizlar tomonga gapiradi va ish harakatini yuritadi. Charchamaysizlar.